Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz muvozanat ko'rsatuvida shu davrimizning eng dolzarb muammolarini ochiq va oshkora muhokama qilishda davom etamiz. Demak, bugungi mehmonimiz O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Respublika agrokimyoviy tahlil markazi direktori Vasliddin aka Muhiddinov. Vasliddin aka, men o'zim keyingi paytlarda bir hayotda kuzatib shuni sezyapman-da. Bir paytlar bizning yoshligimizda pomidorlarni kuzda olib qo'yar edik. To bahorgacha sal rangi o'zgarib, lekin tirik bo'lib turardi. Shularni yerdik, qovunlar saqlanardi uyda. Lekin keyingi paytlarda mana o'zimiz kuzatyapmiz, shu hattoki nima deydi, sovuqxonada xolodilnikda ham bir hafta turmayapti, aynib qolyapti. Siz endi shu sohaning mutaxassis, buni sababi nima deb o'ylaysiz? Buni sababi juda ko'p. Buni agar negizga kiradigan bo'lsak, birinchi masala urug'chilik. Biz yeb turgan, siz bilan biz yeb turgan pomidorimizni urug'lari bugun yangi navlar kirib kelyapti. Xitoy navi deymiz, boshqa nav deymizda. O'sha ota-bobolarimiz ekkan navlarni bugun ham eksak, xuddi siz bilan yegan pomidorni yeyishimiz mumkin, lekin hali mo'l hosil yetkazaman, juda ko'p daromad qilaman, serhosil navda ekaman degan maqsadda Xitoy navlarini ekyapmiz, gibrid navlarini ekyapmizda. Siz aytgan haligi tovarbopligi bo'lgani bilan ta'mi, vitamini, siz bilan men xohlamagan vitaminni ola olmaydigan navlar yetishib qoldi bizda. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, endi kechirasiz, yangi navlar yaxshi bo'lish kerak-ku. Bizning jaydari navlarga qaraganda, ular masalan esingizda bahorgacha turardi-da, hali yer to'laladi. Shunday yesangiz hidi bo'lardi pomidorni. Qovunlar, tarvuzlar turardi. Tirikday turardi, uzun maygacha turardi, osib qo'yardi. Buni hozir iloji bo'lmayapti-ku. Kam hosil berganda sifat bo'ladi-da. Agar hosildorlik juda oshib boravergan sari tuproqdan oladigan oziqasi yetarli bo'lmadimi, u yerda mahsulotda tarkibidagi vitamin kamaya boshlaydi. Bu tabiiy hol. Insonni bilan taqqoslayman bu narsani. Siz nimaiki toza narsa yesangiz, yuzingizga shunchalik bildiradi. Mahsulot ham tuproqdan olayotgan oziqasiga qarab o'zini namoyon qiladi. Tuproqdan nimaga olyapti bu degan savolimizga javob bera olishimiz kerak. Biz o'sha oldingi berayotgan mahalliy go'ngimiz o'sha darajada yetarlimi tuproqda? Yo biz faqat kimyoviy vosita, mineral o'g'it bilan mahsulot yetishtiryapmizmi? U haqiqatan ham azotli o'g'itni me'yordan oshiq qo'llayverish, u nitrat miqdorining oshishiga sabab bo'lyapti-da, haqiqatan u bir kundan keyin aynishni boshlaydi. Erta inson yesa uni zaharlanishiga ham olib borishi mumkin. Bu tomonlari bor. Unda turmasligini sababi shunday ham bo'lishi kerak. Xo'p, endi demak sizning fikringizdan shunday bir xulosa qilish mumkinki, xuddi odam nitratni ko'p iste'mol qilsa zaharlanganda yer ham, ona yerimiz ham hozir endi urf deymizmi, andoza deymizmi, modaga aylandi, turli ximikatlarni to'yintirib iloji boricha ko'p hosil olish. Siz ko'rib turgan mana bu mevalar xorijdan keltirilgan. Ko'rinishi juda ajoyib, ishtaha ochar. Mazasini ko'ramiz. Ta'mi ham yomon emas. Lekin bularni sog'liq uchun bezarar ekanligiga kim kafolat beradi? Yoki o'zimizdagi mahsulotlarni yetishtirishda ishlatiladigan turli dori vositalari, ozuqalar qanchalik xavfsiz? Turli notanish hasharotlar bog'larimizni quritib yubormasligiga kim kafil? Mana shu savollarga javob berish va qishloq xo'jaligida tartib o'rnatish uchun 2021-yilda prezident qarori bilan mutlaqo yangi tizim O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tashkil etildi. Bu tizimni dalalarimiz hamda dasturxonlarimizning fitosanitar qalqoni deyishimiz mumkin. Xo'sh, bu agentlik nimalar bilan shug'ullanishini bilasizmi? Bu agentlikni tashkil etishdan ko'zlangan maqsad va uning vazifasi o'simliklarni kasalliklardan davolash va zararkunandalarga qarshi kurashish, shuningdek eng muhimi zaharli mahsulotlar bozorimizga kirib kelmasligining oldini olish hisoblanadi. Va albatta bu tashkilotning katta bir ilmiy armiyasi bor deyishimiz mumkin. Odatda bir kasallikni topganimizda eng avvalo qon tahlili o'tkazamiz, to'g'rimi?
Yer bilan bog'liq masalalarda ham xuddi shunday. Respublika agrokimyoviy tahlil markazi ham aynan tuproqning mana shunday tahlilini o'tkazish uchun tashkil etilgan. Bu markazning asosiy maqsadi yerga ko'r-ko'rona o'g'it solishni to'xtatish. Markaz mutaxassislari dalaga chiqib, tuproqning namunasini oladilar va unda qancha nitrat bor, og'ir metallar yo'qmi, qanday minerallar yetishmayapti, hammasini aniqlab berishadi. Va bu tizimdan xalq qanchalik xabardor? Biz ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarni o'qib eshittiramiz. Bir fermer yozyapti. Ilgari chetga qovun chiqarishda 1000 ta hujjat kerak edi. Hozir agentlik laboratoriyalari sertifikatni tezlashtirib berishyapti. Ishimiz ancha yengillashdi. Yana biri, agrokimyoviy xarita deganlari nima o'zi? Mening tomorqamni ham tekshirib berishadimi? deb savol bermoqda. Tanqidiy izohlar ham yo'q emas. Dorixonalarda sotilayotgan pestitsidlarning sifatini kim tekshiradi? Nazoratni kuchaytirish kerak. Mahsulotning sifatini oshirish kerak, xushomadning miqdorini emas. Ofarin O'zbekiston, kirib boraversin. Dunyoga hamkorlik rishtalarini mustahkam qiling, vatanparvar vatandoshlarim. Muzlatkichlarda yotibdi uzumlar, oladigan odam yo'q. Rastamoshka va yo'lkira qimmat. Biz tezroq shunaqa darajalarga chiqishimiz kerak, har qanday fitnaga e'tibor bermasdan. Ko'rib turganingizdek, savollar ko'p, izohlar ham bor, agentlik va tahlil markazi faoliyatiga qiziqish ham katta. Tanqidlar ham yetarlicha. Bugun agentlik va aynan agrokimyoviy tahlil markazi qanday ishlayapti? Sohadagi yangilanishlar bizning hayotimizga qanday ta'sir ko'rsatyapti? Bugungi suhbatdan barchasini bilib olasiz. Ko'p yildan beri bong urib kelyapmizda, haqiqatdan ham tirik organizm tuproq. Mana hozir yoshlikda eslab qoldingiz, dalalardan bir lapatga kovlaganingizda tuproqdan chuvalchang chiqib kelardi-da. Qani o'sha chuvalchanglar? Qayerga yo'qolib qolyapti? Bu savolning negizi biz organikadan chetga chekinib, faqat kimyoviy vosita qo'llashimiz hisobiga chuvalchanglarni yo'qotyapmiz. Tuproqning mikroflorasini buzyapmiz. Shuning hisobiga faqat o'simlikni ham narkoman qilib kimyoviy vosita bilan yetishtiryapmiz. Uni ko'p hosil berib tez rivojlanishi faqatgina kimyoviy vosita hisobiga bo'ladi. To'g'ri, bizda 4 ta fasl bor. Bahorimiz ham joyida, qishimiz ham, yozimiz ham, kuzimiz ham joyida. Quyoshni nurini bemalol oladi o'simlik. Lekin biz shunga qanoat qilmayapmiz-da, tezroq hosil olaylik, qisqa muddatda hosil olaylik, mo'l hosil olaylik. Shuning hisobiga yoki yeyotgan tarvuzimiz kattaroq bo'lsin deyapmiz-da, azotli o'g'itni rosa haydayapmiz. Uni olib kelyapsiz, qancha holatda ko'ryapmiz insonlar zaharlanayotgan tarvuzdan yoki qovundan. Yo uyingizga yetib qo'ysangiz, hali kesmasizdan ichidan aynigan holatda chiqib kelyapti. Buni hammasi nitrat. Bu kimgadir yoqmasligi mumkin, qaysidir dehqonimizga yoki sog'liqni saqlash tizimini xodimlariga. Bu ertaga insonlarning salomatligi eng muhim masala bu. Ya undan tashqari qo'llayotgan kimyoviy vositamiz siz bilan biz yoshligimizda bilarmidik shuncha onkologik kasallikni? Shuncha allergiyani bilarmidik? degan baribir gaplar bor. Sun'iy mana olmalar handalakday bo'lib ketdi-da. Lekin yeysiz, tam yo'q. Eski zamonda olma yesangiz, uni hididan kechirasiz, mas'ul qolardingiz. Albatta, qurt ham Allohning ne'matida, u ham aqllida, zahari yo'q olmani qurt yeydi. Biz chiroyli, to'g'ri tovar bor, bugun eksport qilishimiz uchun mahsulot yetishtiryapmiz. Prezidentimiz tashabbuslari bilan 3,5 milliard dollarlik eksportni masalasi marraga urildi bu yil. Kelasi yil bundan da ko'paytirish chorasini ko'ryapmiz. Lekin o'zimizda qora ko'zlarimiz yeyotgan ne'mati, uni sog'ligi birinchi o'rinda turadi. Xo'p, Vasil aka, endi qarang. Hozir endi shunaqa zamon bo'ldiki, buni ham aytish kerak, foyda uchun ba'zi qo'shtirnoq ichidagi fermer deymizmi, tadbirkor deymizmi, quruvchi deymizmi, o'zingiz kuzatib boryapsiz, hech nimadan qaytmayapti. Demak, davlat va tadbirkorlar o'rtasidagi yerni himoya qilish nuqtai nazaridan muvozanat bormi? Yoki masalan, hozir o'zingiz tan olganday talon-taroj bo'lib ketaversa, bugun yegan ovqatimiz ma'lum ma'noda salomatligimizga salbiy ta'sir qilib ketaversa, bu g'alati bo'lib qolmayaptimi? To'g'ri, bu uzoq yillar juda
palama partish ishladik. Yerga munosabatimiz o'ta salbiy holatda bo'ldi, o'z holiga tashlab qo'ydik. Dehqon ham bilgancha dehqonchilik qildi. O'zicha ilmsiz, xohlaganicha hali ko'p azotli o'g'it bersam ko'p hosil olaman degan ong bilan harakat qildi. Bir xil dehqonlarimizni bilamiz, dalada yuramiz, 1,5 tonnagacha azotli o'g'it qo'llagan gektariga dehqonlarni ko'rdik. Ular maqtanib qo'ydi, men 1,5 tonna o'g'it beryapman dalamga degan masalani qo'yibdi. Bu cho'ntakdagi pulni havoga sovurish. Bu o'simlik o'ziga kerakli oziqani oladi. U 2 tonna berasizmi, 5 tonna berasizmi, o'simlik o'ziga ortiqchasini qabul qilmaydi. U suv bilan yuvilib ketadi, u sizot suvlarni ifloslaydi, u havoga o'chib ketadi, u cho'ntagiga ziyon bo'ladi fermerda faqatgina. O'sha suvdan keyin biz ichamiz-da suvni. Albatta, sizot suvlariga oqib tushadi u narsalar. Bu faqat ziyoniga ishlar. Hamma narsa me'yorda bo'lishi kerak, ilm bilan bo'lishi kerak-da. Biz nimaga bu mavzuni ichiga chuqur kirib ketyapman? Agrokimyo sohasini o'zi tuproq, o'simlik, o'g'it, biologik zanjirni o'ziga qamrab olgan soha bu. Tuproqda holati qanaqa, ekayotgan o'simligingiz talabi qanaqa, unga qancha tashqaridan biz yordam berishimiz kerak hosilni sifatli va tovarbob bo'lishi uchun degan me'yorni belgilab beradigan soha bu o'zi. Sizlar endi bunday o'ylab qarasa, Vasildin aka, endi bu muqaddas zamin deymiz, ona yer deymiz, bundan boshqa boyligi bo'lishi mumkin emas-da. Shundan oziq olamiz-da endi, to'g'rimi, noto'g'rimi? Shunday. Sizlar shunday ona zaminni himoya qiluvchi tashkilot ekansizlar. Boya aytganingizdek, nimaga bu haqda keskin bong urilmayotganday menga tuyulyapti shaxsan. Sizga bu noto'g'ri, bong urilyapti, rosa bong urilyapti. Prezidentimiz mana haligacha yer bo'yicha birorta qonunimiz yo'q edi. Hurmatli prezidentimiz tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha qonun qabul qilindi. Har bitta dehqonning majburiyati belgilab qo'yildi. To'g'ri, endi hamma ham bir xil qabul qilmaydi, bir xil onglik mavjudot emaski. Aqlli fermerlarimiz bor, ilmli fermerlarimiz bor, dehqonlarimiz bor. Ular harakatni boshlashdan oldin birinchi tuprog'ini tahlil qilyapti-da, ekayotgan ekiniga yarasha qancha hosil olishini chamalab, shunga yarasha mineral o'g'it qo'llayapti. Tabaqalashtirib qo'llayapti. U yerda faqat azot emas, fosfor, kaliy bor, mikroelementi bor, o'simlikka kerak bo'ladigan. Hali bir tovuqqa ham don, ham suv kerak deganda u hamma narsani mujassam qilib bersangizgina o'shanda hosil sifatli bo'ladi, mo'l bo'ladi, tuproqqa ham zarari tegmaydi uni. Vasildin aka, men bong urmayapmiz deganda targ'ibot, tashviqot ishlarini nazarda tutdim-da. Masalan, sizga o'xshaganlar chiqib o'rtoqlar jamiki kasalliklarni ildizi mana shu yerni ifloslanishi bilan bog'liq. Turli tuman, arzon, shubhali, nima deydi o'sha sintetik deymizmi, nima deydi o'sha o'g'itlar bilan biz yerni zaharlayapmiz va natijada mana rak kelib chiqyapti, saraton, turli kasalliklar. Ya'ni sizlar birlamchi bo'lib qolyapsizlar-da yerni himoya qilish bo'yicha. Shunaqa. Umuman hayotni himoya qilish bo'yicha. Yersiz qanaqa biz keyin olmaymiz ham, ovqat ham yeya olmaymiz. Och odamga hech narsani tushuntira olmaysiz. Qorni to'q bo'lgandan keyingina inson boshqa fiziologik jarayonlarga kirishni boshlaydi. Bu tabiiy hol, fiziologik jarayon bu. Biz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashimiz uchun hamgina faqatgina tuprog'imizni asrashimiz kerak. Mana biz oltin kondan olayotgan oltinimizni yeya olmasligimiz mumkin. to'g'ri. Yo sanoat korxonalaridan chiqayotgan qanaqadir mahsulot, to'g'ri, iqtisodiyotda turli tarmog'i bor. Lekin insonni to'qligini saqlaydigan, insonni sog'ligini saqlaydigan birinchi Ehtiyoj obyekt bu tuproq hisoblanadi. To'g'ri. Qishloq xo'jaligining obyekti bu tuproq hisoblanadi. Shunday ekan uni sifati, uni unumdorligi, uni tozaligi birinchi masala hammani oldida. Nafaqat u agrokimyoviy tahlil sohasi yo karantin xodimi, inspektori yo sog'liqni saqlash. Bu hammani vazifasi bu. Siz yeyotgan narsangizdan sog'ligingiz shakllanyapti. Sizni hozir bitta gapingizga sal qo'shilmasam, ruxsat bersangiz, siz aytyapsizki, och odamga hech nimani tushuntirib bo'lmaydi. Xuddi shunday. Masalan, fermer ko'p oylik olaman deb, ko'p foyda olaman deb yerni kuydirib tashlasa, kimyoviy ximikatlar bilan deylik, yerni o'ldirar ekan. Uni qayta tiklash menimcha bu million, milliard yillar davomida shakllangan yer. To'g'rimi, noto'g'ri? To'g'ri. Nafas oladi, yashaydi yer. Biz faqat uni tushunmaymiz. Kelgusi avlod nima bo'ladi? Masala shunda ketyapti-da. Men gapirayotgan gapim mohiyati shunga qarab ketyapti. Bu
1 gektar yerda unumdorlik gumus miqdorini 2%, 2,5% ga ko'tarishimiz uchun 10 yil, 15 yillab vaqt kerak. Shuni aytaman-da, bu fermerga hozir kerak. Biz Balonni yoqib bo'lsa ham, havoni zaharlab bo'lsa ham, bugun bodringni 40 ming so'mdan sotish kerak. Mayli, endi bu ham bor gap. Endi to'g'ri, bu tabiiy iqlim sharoitidan kelib chiqishimiz mumkin. Turli kasallik paydo bo'lyapti. Shu kirib kelayotgan urug'lar bilan kirib kelyapti, ular ham kerak bo'layotgan bo'lsa, uni ko'z yopishimiz kerak emas. Karantin inspektorlari to'xtatib qolyapti. Qancha chetdan kelayotgan ko'chat, urug'larni saqlab qolyapti. Kinologiya ishga tushgan bizda itlar bilan ham hatto saqlab qolyapti. Lekin baribir chetdan kirib kelayotgan urug' bor, boshqa narsa bor. Turli hasharotlar paydo bo'lib boshlayapti. E'tibor bersangiz borki, yo'q, hali aniqlanmagan. Hali Surxondaryo viloyatida eslasangiz, bundan 5-6 yil oldin qandala bosib ketdi. Butun paxtani yeb qo'ydi. Bu bizda aniqlanmagan narsa edi. Hech paxtani qandala yemagan. Bir yil Kaliforniya qo'ng'izlari borib qo'ydi. Kartoshkalarni yeb tashladi. Bularni oldini olish uchun xohlamang kimyoviy vosita kerak. Ximiyani qo'llamaymiz deyishimiz ham noto'g'ri bo'ladi, lekin me'yorni buzilishi bu siz bilan bizni ziyonimizga ishlayapti, xalqimizni ziyoniga ishlayapti. Shu uchun mana oxirgi prezidentimizda 51-85-sonli qarorlardan keyin bugungi kungacha inson aptekalari, inson salomatligi uchun dori vositalari sotadigan aptekalar litsenziyalangan faoliyat turadi. Veterinariya sohasidagi aptekalar litsenziyalangan faoliyat turadi. O'simlik uchun qo'llaniladigan vositalarniki litsenziyalangan faoliyat bo'lmagan. Xohlagan odam xohlagan narsasini keltirib sotardi. Ammo shu noto'g'ri-da endi. Mana prezidentimiz tashabbuslari bilan u ham litsenziyalangan faoliyat turiga o'tdi. Endi siz yoki men tadbirkorlik qilib shunaqa o'g'it sotmoqchi bo'lsam yoki kimyoviy vosita sotmoqchi bo'ladigan bo'lsam, albatta litsenziya olib, qonunchilik belgilagan talablarni bajarganimdan keyingina shu faoliyat bilan shug'ullanishim mumkin. U yerda faqatgina O'zbekiston Respublikasida qo'llashga ruxsat etilgan kimyoviy vosita va mineral o'g'itlarni sotishim kerak. Bizda chegaradan kirib kelayotgan qancha o'g'itlar bor, uni hech kim e'tibor bermayapti. O'zbekistonda umuman ro'yxatga olinmagan, bilmaymiz ham uni samaradorligi-yu, ziyonini bilmaydigan o'g'itlarimiz kontrabanda bilan kirib kelgan holatlar bor. Istagan odam istagan pestitsidni olib kirdi-da. Shunaqa desak bo'ladimi? Xuddi shunday. Ona zaminimizni zaharladi ham. Xo'p, endi davlatimiz rahbari 2024-yil 18-mart kuni O'simliklar karantini va himoyasi agentligiga tashrif buyurib tanishdilar. Shunday. Vazifa qo'ydilar. Bo'ldi endi. Tamom, to'xtash kerak. Yerni salomatligini asrash kerak. Xalq tili bilan aytganda, ilmiy laboratoriya ilmiy nuqtai nazardan ilm bilan sizlarga vazifa qo'yildiki, muvozanat saqlamasalaring bu palapartishlik, pestitsidlar yerimizni, ona yerimizni zaharlashda davom etishiga chek qo'yilish masalasi qo'yildi. Shundan keyin nimalar o'zgardi? Shu o'zi oldin ham bir davlat rahbari borganmi? O'simliklar desa bir qanaqadir bir karantin desa odamlarni sal nima deydi, hayot mamot masalasi ekanligini ko'pchilik menimcha tushunmaydi-da. Xuddi shunday. Yo gapim noto'g'rimi? Yo'q, endi bu soha bilan to'qnashgan odamlar tushunadi. Ishi tushmagan inson karantin desa bor, mayli karantinda deb chetdan o'tib ketdi. Lekin karantin sohasi uni yeyotgan narsasini, u qilayotgan dehqonchiligini butun to'liq qamrab olganini bilmaydi. Chunki karantin sohasi to'liq o'simlikni kasallikdan, begona o'tdan, zarar kunandadan saqlaydigan, ularni yo'qotish uchun me'yor nuqtai nazardan, reglament nuqtai nazardan ilm bilan kurashish uchun o'zini ilmini sarflaydigan soha bu. Chetdan kirib kelayotgan har qanday qishloq xo'jaligi mahsuloti bilan kasallik, zarar kunanda kirib kelmasligini oldini oladigan posbon chegarada. Yo eksportga chiqayotgan mahsulotda imенно chet davlatlarda, Yevropa bo'ladimi, boshqa davlatlar bo'ladimi, ularda imенно O'zbekiston brendini, yuzini chiroyli qilib yetkazib berishni ta'minlaydigan soha karantin. Juda ko'p qamrovli soha karantin sohasi. Lekin hali aytganingizdek, tushunmayapti. Ichiga kirib buni sohani nimaligini anglamagan inson bilmaydi, tushunmaydi. Bitta savol bersam shu yerda. Mana men aytdim-ku, mana uyga boramiz. Hozir endi qishda ham meva-cheva bor. Biz endi o'zbeklar dasturxonni bezagiga o'chimiz, katta narsalar qo'yamiz. Endi men ularga ishonmayman. Ular gibrid narsalarmi? Shu nuqtai nazardan siz rahbarlik qilayotgan markaz ma'lum ma'noda odamlarni salomatligini avval boshdan
ta'minlaydigan markaz desak ham bo'ladimi? Endi men jurnalistik tilda, chunki shifokorlar qancha keyin harakat qilmasin foydasi yo'q. Organizm nitratlar bilan zaharlanib, o'sha saraton, har xil ming xil kasal shundan kelib chiqyapti, deyapti. Ovqatdan deyishyapti, meva-chevadan deyishyapti. Agrokimyoviy tahlil sohasi qishloq xo'jaligini boshlanishidan A degan bo'lsak, toki yakunigacha bo'lgan jarayonni qamrab olgan soha bu. Chunki tuproqda holatini tahlil qiladi, tuproqda bor makro mikro elementlarni o'rganadi-da, dehqon uchun ekayotgan ekin turiga mos ravishda qancha mineral o'g'it qo'llash kerak, qachon qo'llash kerak, qanday usulda qo'llash kerakligi bo'yicha to'liq ilmiy tavsiyani, xulosani beradi. Bu birinchi bosqichimiz. Ikkinchi bosqichimiz imенно dehqon tomonidan shu o'simlikka qo'llayotgan mineral o'g'itini sifatini nazorat qilib, ustidan sifatli mineral o'g'it qo'llashni ta'minlab borib laboratoriya tahlilini qilib, haqiqatan o'g'iting sifatli qo'llasang bo'ladi deydi. Chunki mineral o'g'it savdosi tadbirkorlik subyektlariga chiqib ketgandan keyin to'g'ri bozor bu. Bozorda nohalol tadbirkorlar bo'ladi, xohlang xohlamang. Fosforli o'g'itlar juda ko'p holatda qalbakilashtirilib dehqonlarimizga sotilyaptiki, qo'lingizda olib oddiy ko'z bilan uni toza zavoddan chiqqani bilan qalbakisini ajrata olmaysiz. To'g'ri. Shunchalik omilkor tayyorlayaptiki qalbakisini, uni tarkibida atigi 1% dan fosfor chiqmaydi-da, faqat tuproq uchun ziyon bo'ladi. Gipsdan tayyorlayapti-da, dehqonga sotyapti. Noinsoflar. Uni qo'llagan dehqon nafaqat hosilidan hosil yo'qotyapti, iqtisodiy jihatdan ziyonga kiryapti. U tuproqni ham zaharlab qo'yapti. U haydov qatlamga yuvilib tushish hisobida gips qatlami hosil qiladi unaqangi o'g'itni qo'llayverish. Ertaga aeratsiya yo'qolishi hisobiga suv aylanish tizimi yo'qoladi. U yerda ildizi rivojlanmaydi o'simlikda. Kelajakda u tuproq o'ldi, o'sha daladan hosil olish imkoniyati yo'qoladi degan. Nihoyatda bu juda muhim masala. Undan keyingi masala. Endi shu yerda bitta savol beray. Bu hayot mamot masalasida men o'zim ham bu mavzudan hayajonlanyapman, bu tabiiy, chunki siz aytgan gipsda tayyorlangan o'stirilgan mevaga gips ma'lum ma'noda o'tadi. Istaysizmi, istamaysizmi? Meni fikrim shuda endi. Uni biza iste'mol qilgandan keyin u bizani haligi buyraklarimizda, jigarlarimizda qoladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Gips qatlami hosil qiladi. Endi gipsni o'simlik o'zlashtirib, o'zi bilan insonga salomatligiga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin u tuproqni o'ldiradi. Tuproq o'ldimi, u yerda ildiz rivojlanmadimi, o'simlik bo'lmaydi. U yerdan hosil ola olmaysiz. Bechora dehqon chirangani bilan, qancha xarajat qilgani bilan u yerda songa keltirish uchun, u tuproqni tozalashimiz uchun yana necha yil, 10 yil, 20 yil vaqt kerak bo'ladi bizga, to u dalani dehqonlar foydalanadigan holatga keltirishimiz uchun. Yer hayot manbaida endi. Suv ham shu yer bilan bog'liqda. Yer notoza bo'lsa, suv ham notoza bo'ladi-da. Yer notoza bo'lsa, havo ham zaharli bo'ladi-da. Yo gapim noto'g'rimi? Qaysidir ma'noda bog'lash mumkin, lekin suv rasvo bo'lsa, yerni rasvo qilishi mumkin. Yer rasvo bo'lsa, yerda boya aytgan pestitsidlar suvga suvlariga ta'sir qiladi. U mana bitta ikkita dehqonnikida, lekin suv rasvo bo'ladigan bo'lsa, suv bilan oqib keladigan har qanday kimyoviy bo'lsa, yerni ifloslaydi. O'sha pestitsidlar suvda eriydi. Shunday. Shu yerni zaharlaydi, keyin sizot suvlarda. Xo'p, men endi siz rahbarlik qilayotgan idora deylik, markaz mana shunaqa boshda endi 30 yil kirib keldi, o'zingiz aytdingiz. Nima bo'lsa bo'ldi, endi bunga e'tibor berilmadi. Foyda. Endi foyda ko'rdikmi? Yo kasalxonaga tushib milliard ziyon ko'rdikmi? Endi uni olimlar biladi. Menimcha ziyoni ortiqcha bo'layapti. Kasalliklar ko'payyapti, yosharayapti. Vakolat yetarlimi? Chunki 18-mart kuni men aniq esimda ko'rdim. Prezidentimiz juda qat'iy masala qo'ydilar. To'g'ri. Yerni kelajak, endi obrazlik kelajak avlodga sog'lom yetkazish va O'zbekistonda o'sha haqiqiy brendi bo'lsin, organik brendi. Dunyo shuni 10 barobar qimmatga bo'lsa ham sotib oladi. Endi tayyor hozir. Albatta. Shu sizda vakolat yetarlimi? Qat'iy mana bo'ldi. Yetishtir, lekin haligi nima deydi? Oldin agronom bo'lardi-ku. Belgilab berardi. Shuncha qo'sh, selitrani buncha qo'sh, misol uchun-da, yoshligimizda. Haqiqatan 18-mart kuni 24-yilda prezidentimiz tashrif buyurganlarida
hattoki shunchalik vaqtlarni ayamadilarki, endi prezidentni vaqti chegaralangan. Albatta. Har bitta detal bilan tanishib chiqdilar. Laboratoriyaga kirib, har bitta holat bilan o'zlari qiziqib, o'zlari savol berib, o'zlarining ko'zlari bilan ko'rdilarki, sohani muhimligi bu. O'shanda hurmatli prezidentimiz bilan uchrashganimda men bitta masala qo'yganman-da, haqiqatan ham to'liq sohamiz raqamlashgan bizda. O'zbekistonda 3.600.000 gektar sug'oriladigan yer bo'ladigan bo'lsa, har 4 yilda bir marta agrokimyoviy tahlildan o'tish kerak. Har yil 25-25%. Albatta. Bu qonunchilik bilan ham belgilangan, hukumat qarorlari bilan ham belgilangan. Har bir dehqon har 4 yilda bir marta tuprog'ini agrokimyoviy tahlildan o'tkazib, именно shu agrokimyoviy xaritanoma asosida mineral o'g'itlarni tabaqalashtirib qo'llashi kerak. Bu tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha qonunda ham belgilangan, Vazirlar Mahkamasining 510-sonli qarori qabul qilingan, unda ham belgilangan. Endi o'sha davrda prezidentimizning oldilariga taqdimot qilganimizda aytganmiz biz, O'zbekiston Respublikasi azotli o'g'itlarni qo'llaydigan, eng ko'p qo'llaydigan davlatlar qatorida turibdi. Bu FAOning statistikasi bu. Bu juda ham yomon ko'rsatkich. Gektariga 246 kilogramdan sof holda azotli o'g'it qo'llaydi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining FAO, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha tashkilotining statistikasi bo'yicha kelayotgan ma'lumot bu. Dehqonlarimiz fosforli, kaliyli o'g'itlarni chekkaga surib qo'yib, faqat azot bilan hosil yetishtiradigan period bo'ldi, davr bo'ldi bizda. Buni tan olishimiz kerak. Bu 2000 bu zararlar nihoyat. Albatta, mana hali chuvalchangning yo'qolish sababi nima deganda, faqat azotni nakachat qilish bilan bo'ldi. Tuprog'imizda nitrat oshishi faqat azotni ko'p haydashimiz hisobiga bo'ldi. O'simlik to'g'ri qop-qora bo'ladi, sizni ko'zingizni yashnatishi mumkin, baland bo'lishi mumkin. Azot faqat o'stirib rang beradi. Mana bu oxirgi yillarda e'tibor bering, именно tuproqqa qo'llayotgan o'g'itiga, organikaga, kompost tayyorlash, gumus miqdorini oshirishga e'tibor qaratildi. 80 sentner hosil olsa ham bo'lar. Mana paxtalarni ko'rdik-ku. Biz uchun ertagida 80 sentner hosil, uni tan olishimiz kerak. To'g'ri. Bizda eng yuqori marramiz 40 sentner deb o'ylab yurganmiz. Eng unga ham hali qahramonlar erishadi. 20 sentner, 30 sentner o'zimiz ham shu yerda. Mana prezidentimiz tashabbuslari bilan bo'ldi. Bu to'g'ri, siz aytayotgan narsalar bu hosildorlik uchun ham ketyapti, chunki juda ko'p miqdorda pestitsidlarni qo'llayapmiz. Gerbitsidlarni qo'llayapmiz. Tuproqdagi qandaydir mikrofloraga ta'sir qilyapti bular ham. Lekin o'sha davrda prezidentimizning oldimizga qo'ygan vazifalari nima bo'ldi? Tan narxni tushirish masalasi bo'ldi. Xarajatni tushirish. Chunki o'sha davrda mineral o'g'itni asosiy tan narxga borib o'tiradigan mineral o'g'it yoqilg'i, ishchi kuchi. Mineral o'g'it sarf me'yorini 30% ga kamaytirish, tan narxni tushirish, bu degani bozorga arzon mahsulot chiqishi, bozorga sifatli mahsulot chiqishi bu. Bu birinchi masala bo'ldi bizning oldimizga qo'yilgan. Ikkinchisi, bozorimizni ta'minlaydigan asosiy bo'g'in bu tomorqa, aholi tomorqasi edi. Shunda prezidentimiz savol qo'yganlar bizning oldimizga. Tomorqaga kirib boryapsizlarmi deganlarida biz yo'q deganmizda. Sizlarning xatoying shu. Sizlar tomorqaga kirishing kerak deganlar. Bugun xuddi shu tavsiyani ketidan 100% respublikadagi barcha tomorqalarni tuprog'ini tahlil qilib beramiz. To'g'ri, tomorqalarda unaqangi ortiqcha kimyoviy vosita, mineral o'g'it qo'llanilmaydi. Chorva molini go'ngini hisobidan kompost tayyorlaydi, asosan organik yetishtiradi-da. 5 sotiq, 6 sotiq joyga yetkazishi mumkin. Aslida aka, men o'zim ko'rganman, o'sha siz aytgan qayerda ishlab chiqarilgan, uning ichida gipsmi, shularni olib kelib sotib, mana tomorqaga qo'yinglar. Bu zo'r foyda beradi, hosildorlik 10 marta oshadi deb reklama qilib yurganlarni men to'g'rimi? Bor ular. Yo, gapim noto'g'rimi? Ulardan ko'z yopib bo'lmaydi. Tan olish kerak, unaqangi soxta tadbirkorlar yurib xalqni aldagani ham bor. Mana litsenziyalangan faoliyatga o'tishi bularni chekladi. Tamomila. U endi sizning qo'lingizga litsenziyangiz bo'lmasa, mineral o'g'it, kimyoviy vosita sota olmaysiz. Aniq do'konda ulgurji chakana savdo to'liq tizimingizga solindi. U yerda kim ishlayapti, ular ilmiy tadqiqot instituti tomonidan o'qitilyapti, hattoki savdo bilan shug'ullanadigan odamlar bilish kerak. O'simlikka qanaqangi oziqa kerak, qanaqangi pestitsid qo'llash kerak, qachon qo'llash kerakligini. U ilmsiz uni tavsiya qilib bera olmaydi-yu. Shuning uchun albatta birinchi navbatda o'simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot institutida o'quv kursini o'tayapti, undan keyin litsenziyani olib faoliyatini boshlayapti.
u soxta tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Mashinani orqasiga solib xalqni aldash uchun bitta ikkita chiqyapti, u bosqich уже u tartibga olinadi. Boya bitta savolim qolib ketdi-da, shu ochiq. Vakolatlar yetarlimi sizlar? Vakolat yetarli. Mana endi ko'rib qolamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham mana tarvuzni shunday o'lchayapti-da, deydi. Endi yetarli ko'p qaytarish holatlari nihoyatda bu bozor munosabatlari sharoitida imijimizga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uni millionlab odamlar ko'radi. O'zbekistonniki ekan deydi. Mana shu masalaga nima deb javob bergan bo'lardingiz? To'g'ri, bu mavzu bo'yicha juda ko'p ishlar qilindi. Tan olishimiz kerak, agentlik tomonidan agroko'makchi degan mobil ilova joriy qilindi-da, to'liq eksportyorlarniki ham, urug' yetkazib beruvchi, ko'chat yetkazib beruvchi, o'g'it yetkazib beruvchi hammasini ro'yxati shakllangan. U platforma ichiga kiradigan dehqon hammasini qamrab ilm olishi mumkin. Ikkinchi tomoni, bizning inspektorlarimiz imенно eksportga chiqayotgan mahsulotlarni to'liq ekishdan boshlab toki mahsulotni qadoqlash korxonasi orqali chiqib ketgungacha nazoratga olyapti. O'qlash deydi bizda, tagiga chirigan, aynigan narsani solib yuzida chiroyli qilib haligi bo'yab ko'rsatib eksportga chiqarib yuborganda, yo Rossiya yo boshqa davlatga borganda ochganda tagidan chiqib O'zbekiston brendiga ta'sir qilish holatlari ham juda ko'p bo'ldi. Mana shu narsalarni oldini olish maqsadida to'liq inspektorlarimiz eksportyorlar tomonidan dalani o'zida qanaqa yuklanayotganda, hattoki yashigini ochib qadoqlash korxonalari tomonidan qanaqa qilib qadoqlashigacha to'liq agentlik tomonidan nazorat olindi. Tadbirkorlar hozir shu paytgacha unaqa nazorat yo'q edi. Yo'q, mana eksport mana 2 yil bo'ldi karantin agentligiga yuklangandan boshin armiya katta. Inspektorlarimiz hamma kunjaki kirib boryapti. Har bir burchakdan dehqon bilan gaplashib, eksportyor bilan dehqonni bog'lab beryapti hozir. Bu chunki ertaga bu inspektor yuborgan mahsuloti yo boshqa davlatdan notifikatsiya bilan qaytib kelayotgan bo'lsa, biladi bu jazo olishini. Bu juda to'g'ri gapingiz. Bu shu uchun bu manfaatdor bo'lish kerak. Bu uchun hujjatni fitosanitar sertifikat yozayotgan vaqtida toza, sifatli mahsulot yuklanishini qadoqlanish jarayonini to'liq o'zbek brendi asosida yuklanishini ta'minlayapti. Bor, uni tan olishimiz kerak, salbiy holatlar ham chiqyapti. Endi firibgarlik bor bu. Undan qochib qutulmaymiz, lekin bosqich hozir 90% ga tizimga tushib bo'ldi. Eksport jarayonining nazorati. Xo'p, Vasiliddin aka, mana endi butun dunyoda, mana Amerikada, Yevropada hozir insoniyat shunday bir holatga keldiki, ularda ham endi shu organikka qaytyapti. To'g'ri. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston meva-chevasi u qadimda ham, hozir ham baribir oftobda pishgan uzum boshqa, Yevropani olmasi boshqa, bizda olma boshqa, shirin shakar. Shu nuqtai nazardan xorijiy mamlakatlar bilan aloqa qanday? Ular bilan mana bizani mevalar chiqsin, 3,5 milliard dollardan ham oshib ketsin. Bu juda katta imkoniyatda, bu quyosh, bu tabiiy sharoit. Men o'zim yeb ko'rganman, ularning olmalarini ham, uzumlarini ham. Xudoga shukr, lekin bizarki baribir boshqacha-da. To'g'ri. Shakar qo'shilganday, asal qo'shilganday. Tan olishimiz kerak, men 2015-yil Turkiya davlatiga bo'lganimda shu yerda ko'rganman. Turkiyalik eksportyorlar O'zbekiston mahsulotlarini olib, organik brendini qo'yib, chetga sotayotgan holatini guvohi bo'lganman. Chunki imiji bor-da bizda. Xuddi shunday. Mahsulotdan muammo yo'q. Xohlagan bozorga olib borsa, haqiqatan tekshirib ko'rsa, organik mahsulot. Quyoshni bemalol olgan, dehqonlarimiz unaqa qilmagan, mayizimiz shunaqa holatda edi aka. Bir ikkita mevalarimizni ko'rganman. Bugun o'zimizning eksportyorlarimiz turklarnikidan o'tdi. Tan olishimiz kerak. Endi to'g'ri, hozir prezidentimizning yana talablari bo'lgan, yana bu ham karantin agentligiga organik qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiriladigan maydonlarni 10 ming gektardan oshirasan degan topshiriq bo'lgan. Inspektorlar buni ustida ishlayapti. Chunki organik qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiriladigan dalada 3 yil davomida kimyoviy vosita qo'llanilmasligi kerak. Umuman. Yo'q, inson yeydigan narsasi yuziga bildiradi. Siz agar aynigan yoki sifati past narsa yeyveradigan bo'lsangiz, yuzingizga bilinib kelaveradi o'zi. Toza, asl narsa yesangiz, yuzingiz tiniqlashib, yurishingiz ham shunga yarasha bo'ladi. Organizmingiz tetik bo'ladi. Organik mahsulot xuddi shu narsa. Pestitsidlarni tahliliy yo'nalishi bo'yicha hamkorligimiz bor.
Turkiya davlati bilan ham, mana yaqinda Amerika bilan ham hozir hamkorlikni boshlayapmiz. Rossiya davlati bilan ham, Xitoy bilan hamkorligimiz bor, Ozarbayjon bilan. Nimaga bular bilan hamkorlikni yo'lga qo'yapmiz? Turkiya Yevropa bozorini egallab bo'lgandi bizgacha. To'g'ri. Uni tajribasini o'rganish bizga kerak bo'ldi. Kerak. Bugungi bizning laboratoriyamiz, men tan olaman, prezidentimiz tashabbuslari bilan yana buni faxrlanib aytishimiz kerak. Jahon bankining grant asosida 1 million dollarlik to'liq kompleks laboratoriya o'rnatdik. Bugungi kunda 1200 turdagi pestitsidni tuproqda ham, qishloq xo'jaligi mahsulot tarkibida ham aniqlash imkoniyatimiz bor. Siz xohlagan mahsulotingizni olib kelsangiz 1200 turdagi pestitsid bilan zaharlanganmi, zaharlamaganmi ko'rib bera olamiz. Meva-chevani ham. Meva-cheva, xohlagan qishloq xo'jaligi mahsulotingizni to'liq tahlilini ko'rib bera olamiz. Og'ir metal bilan zararlanish holatini ko'rib bera olamiz, qoldiq miqdorini, nitratini ko'rib bera olamiz. Bundan muammomiz yo'q. Hozir biz o'sha Ozarbayjonda Amerikani laboratoriyasi tashkil etilganda borib havasim kelgandida, bugun biz Ozarbayjondan oldindamiz. Men shunda ko'zim bilan ko'rganman-da, havas qilganman bir vaqtlar. Bugungi laboratoriyamni ular bilan solishtiradigan bo'lsam, 20-30 barobar yuqorida turibmiz biz. Xohlagan davlatni talabi bo'yicha qishloq xo'jaligi mahsulotini tarkibini tekshirib, xulosa bersak, xohlagan arbitraj laboratoriyasi tahlil qilib ko'rsin, bizning laboratoriyamiz xulosasi bemalol ular bilan tenglasha oladi. Mana endi texnik hujjatlar, laboratoriyalar qilindi, e'tibor kuchaydi. Endi ish amaliyotda qoldi. To'g'rimi, noto'g'ri? O'zbekistonning obro'sida qoldi endi. Mana shu joyda karantin inspektorlarimizni jonbozligini aytib o'tishimiz kerak. Karantin inspektorlari eksportga chiqayotgan mahsulotni borib o'rganadi, joyida ko'radi, eksportga chiqarishdan 30 kun oldin kimyoviy vosita ishlatishni to'xtatadi. Qoyil. Chunki o'simlik o'ziga prevarvet qilib, o'zlashtirib, o'zining organizmidan chiqarib yuborishi uchun 30 kun muddat yetadi. 30 kundan keyin o'zi bemalol laboratoriyaga olib kelsangiz, uni tarkibida pestitsid qoldi ham, og'ir metal tuzi qoldi ham aniqlanmaydi. Bizlar nima qilamiz? Qurt tushmasin, boshqa bo'lmasin deb erta uzadigan kunimizgacha kimyoviy vosita bilan nakachat qilib, dorilab, zaharlab turamizda, u olma chiroyli bo'lib turadi. Olib boramiz. Biz tan olish kerak, u kimyoviy vosita bilan ishlov berilgan olmani vodoprovod tagiga borib qo'lingiz bilan ishqalab yuvib yeganingizda foydasi yo'q. U tanasiga singib bo'lgan bo'ladi uni. Organik mahsulot burchagi masalasi bo'yicha kelishuvlar bo'ldi. Karantin agentligida uchrashuvlar bo'ldi. To'g'risi men ko'rmadim shularni tashkil bo'lganini. Tadbirkorlarga bu qanaqadir iqtisodiy jihatdan foyda emasdir. Bizning xalqimiz u yerdan mahsulot sota olmayotgan bo'lishi mumkindir. Uni iqtisodiy jihatdan ular o'zini tahlil qilib ko'radi, lekin bu masala bo'yicha qadamlar tashlab boshlangan. Iqtisodiy tomoni bo'lmagandir, yig'ishtirib qo'yishgan keyinchalik, lekin qilishimiz kerak. Boya siz aytganday, biz o'sha organik moddalar bilan, organik mahsulotlar bilan dunyoni zabt etish imkoniyatiga egamiz. Xuddi shunday. Chunki 4 fasl mukammal bunaqa joy yo'q. Markaziy Osiyo. Nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo. Mana shu borada qanday ishlar boshlandi? Endi vakolatlar berildi, e'tibor berildi. Birinchi qadamimiz 1 yil oldin prezidentimiz 71-sonli qarorlar qabul qilindi. Tuproqda gumus miqdorini oshirish bo'yicha. Gumus bu tuproq unumdorligini belgilaydigan mezon bu. Tuproqda gumus miqdori oshiq bo'ladigan bo'lsa, hali siz aytgan mahsulotni yetishtirayotganda chuvalchangimiz ham rivojlanadi, mikroorganizm ham rivojlanadi. O'sha siz aytayotgan mahsulot yetishtirish imkoniyati yaratiladi. Bu birinchi qadam bo'ldi. Ikkinchi qadamimiz administratsiya rahbari Saida Shavkatovnaning topshirig'i bilan ham ekologiyani saqlash maqsadida dallada qolgan xazonlarni yig'ib, yoqmaslik maqsadida o'shalarni to'dalab, kompost tayyorlab dalaga arzon va gumusni oshiradigan o'g'it tayyorlanadigan topshiriq tushib keldi. O'zi qadimda o'rmonlar o'zini shu bilan ta'minlagan-ku. Bu dehqonlarimiz esidan chiqib ketadigan narsalar qaytib kiritilyapti. Hukumatimiz ham, davlatimiz rahbari ham faqat shu yo'nalish bo'yicha urg'u berib topshiriq chiqaryaptilar. Endi buni biz joyiga yetkazib qilish bizning funksiyamiz. O'sha qishloq xo'jaligi vazirligidan kecha topshiriq chiqdi. Hamma dehqonga o'zini dalasida mana tutlardan to'kilgan boshqa xazonlarni yig'ib, chuqurga olib, qanday qilib ko'mib, o'shandan dalasi uchun o'g'it tayyorlash, biologik, organik o'g'it tayyorlash jarayoni boshlandi. Shu
laboratoriyalardan chiqqan ba'zi bir o'sha xulosalar dehqonlarga, fermerlarga o'z vaqtida yetkazilyaptimi? Nima deydi endi, kechikib qolmayaptimi? Ularni haligi xulosalari qanday kafolatlangan? Bu yerda haligi bir inson omili yo'qmi? Inson omili bor. Nimaga unday deyman? Chunki daladan borib tuproq namunasi olib kelindi, tahlil bo'ldi. Tahlil bo'lgandan keyin birinchi bosqichimiz agrokimyoviy xaritanoma tayyor bo'lgandan keyin fermer xo'jaligini qo'l telefoniga, smartfoniga SMS havola jo'natiladi. SMS havola jo'natiladi. O'sha havola orqali olib, ochib dehqon o'ziga biriktirilgan 100 gektar bo'ladimi, 200 gektar yer bo'ladimi, bemalol konturlar kesimida dalasini qanaqangi holatdaligini ko'rish mumkin. Biz ranglarga ajratib ko'rsatib qo'yamiz. Qizil rangi juda qaloq, sifatsiz tuproq, yashil rangi juda yaxshi, sariq bo'lsa o'rtacha holatdagi, mana shu har bir konturiga sariq holatda qanaqangi o'g'it qo'llash kerak, qizilga qanaqa qo'llash kerak, yo yashil bo'lganda qanaqa o'g'it qo'llash kerak. Biz havolani beryapmizda. Endi yana dehqonlarimizga borib taqaladi, juda chuqur kirishmayapti bunga. Chunki iqtisodiy jihatdan mineral o'g'it sotib olishga puli yetmay qolayotgan holatlari bo'layapti. Qo'llash davri kelganda o'g'it olish imkoniyati bo'lmay qolyapti-da. Biz yetkazib bergan tavsiyaga amal qilish uchun qandaydir cheklovlar paydo bo'lyapti. Buni tan olib aytishimiz kerak. Mana sizning qo'lingizda qo'llanma turibdi, sizni iqtisodiy yetmaydi. Siz qilishni xohlaysiz, lekin qadam tashlayotganingizda iqtisodiy jihatdan, siyosiy, boshqa tomonlardan obyektiv, subyektiv sabablar bahona bo'lyapti-da, o'sha tartibda qo'llanmaganingiz hisobiga yana o'sha holatga qaytib eski hammom, eski toz bo'lib qolayotgan holatlar bor. Bu to'liq 100% deb aytmayman. Bu qayerdadir 30-35% dehqonlarimiz tomonidan shunaqa holat. Ilmini bilgan, dalasini, holatini tushungan, juda omil ko'r, hattoki laboratoriya qilmasdan turib, shuna tuprog'ini olib aytib beradigan dehqonlarimiz bor. Men 2-3 joyda qiziqqanman. Tuproqning holati shunaqa deganda, keltirib tahlil qilgandan keyin deyarli farq qilmaydigan holatda chiqqanda, shunchalik kuchli dehqonlarimiz bor. Uni tan olishimiz kerak. Ular biladi, qachon nima ish qiladi, qanday qiladi. Bizni hattoki kelib har yili tashkilotimizga o'zi tuproqni olib kelib, "Men dalamni tekshirib bergani, qancha o'zgarish bo'ldi. O'simlik dalamdan qancha oziqani olib chiqib ketdiki, men qanaqa yondashishim kerak" degan ilm bilan yondashadigan dehqonlarimiz bor. 50 ga 50 desak adashmaymiz. Tuproqda gumus miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, o'simlik tomonidan siz bilan biz kiritayotgan o'g'itlarni, mineral o'g'itlarni o'zlashtirish samaradorligi 50% gacha pasayib ketadi. Bugun qo'llayotgan azotli o'g'itimizda maksimum 40% ni o'simlik o'zlashtiradi. Maksimum. Qolgan 60% suv bilan yuvilib ketadi, havoga uchib ketadi. Nimaga? Chunki tuproqda organika yetarli emas. O'simlik o'sha o'g'itni qo'llayotgan o'g'itizni o'zlashtirishi uchun ham organika kerak dalada. Ana. Biz keyin ko'proq o'g'it berishga harakat qilamiz, o'simlik o'zlashtirmaydi, pulimizni havoga sovuraveryapmiz. Yer ham boqimanda bo'lib qoldi. Mana shu prezidentimizni tashabbuslarini aytganim sizga 30%, 40% ga kamaytirishimiz kerak mineral o'g'it sarfini. Ana. Aql bilan, ilm bilan qo'llanilsa, muddat me'yoriga amal qilinadigan bo'lsa, xuddi shunday me'yori kamayish hisobiga tan narxi tushadi, xarajat kamayadi, iqtisodiy ziyonni oldi olinadi. Bu birinchi masala bo'ladi organikani ko'paytirishimizda. Ikkinchi tomoni, organika bugungi kunda suv tanqisligi O'zbekistonga kuzatilyapti. E'tibor berayotgan bo'lsak, bu nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda shunaqa holat kuzatilyapti. Suv tanqisligini oldini olish uchun organika tuproqda qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, namni saqlash imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Ildiz tizimi rivojlanish hisobiga, chuqurroqdan namni olish hisobiga o'simlik rivojlanib boraveradi. Suvga talab kamayadi. Ana ko'rdingiz. Tomchilab sug'orish bilan o'simlikni bemalol imkoniyatini biz ko'zlayotgan hosilni olish imkoniyati yaratiladi. Bizning mahsulotimizga talab juda yuqori. Davlatlarda karantin agentligi tomonidan har yili kamida 10 ta 15 ta davlat bilan yangi bozor ochilyapti. Bu prezidentimizning oxirgi yig'ilishlarida bo'lgan topshiriqlar ham xuddi shunday, yangi bozorlarni ochish bilan shug'ullansin degan topshiriq berganlar. Eslay olsam 190 ga yaqin davlat bilan bemalol karantin sohasida kelishuv bor, mahsulotlarni chiqarish.
O'zbekistonda mana shu oziq-ovqat mahsulotlarini dunyoga chiqarish, bu degani dollar deganda endi oddiy qilib aytib, bu foyda degani xalqimizni hayotini farovon qilishga katta hissa bo'ladi. Vasliddin aka, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Men o'ylaymanki, bu taraqqiyotimizni ham, salomatligimizni, umuman butun faoliyatimizni ildizi yer bilan bog'liq. Yerda asrab avaylash, undan unumli foydalanish bu biz uchun juda katta mas'uliyatli vazifa. Sizga mana shu ezgu ishda omad va muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan muvozanat ko'rsatuvining bugungi sonini yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'linglar.